Assalomu alaykum. Muajiratdagi aziz qarindoshlar, Mavlano shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men to'liq hammadan hammaga o'tib salom. Mening ovozim chiqyotamdi, chiqmatam. Ayada olib chiqirka, ona baqa Facebookdan chiq. Mavlanoniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin qarindoshlar. Men azroq bir ishlar bilan maydon qilib qoldim. Shu meniki naq maydon sabab nima qilishimga azroq bir sabablari bor. Shuni hozir so'zlab o'tib ketaman. Mana qarindoshlar, men birinchi o'zimning temasiga qaytib kelaydi. Qarindoshlar, bunday ish. Men shu da'vo yo'liga kirgandan yo'g'i yoki mush aktivist yo'liga kirgandan yo'g'i men to'g'rida odamlarni tillagan bo'lsam, ya'ni xonimlar bo'lamdi, qizlar bo'lamdi, mayli kim tillagan bo'lsam, Erkin Tekasning qizi Zumurtay bo'lamdi yoki Nuriyadagi Abdurashidning qizi Muattar bo'lamdi. Anodikən Roşan Abbas olamdı. Ma o sürgün dokumentdeki Nurbiyamu, Rabiyamu o olamdı. Mayli kim bo'lsin, ma o oldidagi ishki degan qizninki dadillari ayni vaqtida men yangi chiqib Dunyo Uyg'ur qurultayidan chiqib jasus bor, manda qildi degan vaqtimda Dunyo Uyg'ur qurultayiga chapan yepish uchun menga ig'ir til ohanatlarni qilgan, haqoratlarni qilgan. Shuning uchun men ularninki qizlarninki Dunyo Uyg'ur qurultayining ichida qanday o'qiyotganini dedim. Anadaki Erkin Tekas, Abdurashid degan Nuriyadagilar ularni ig'ir bo'xtonlarni chopildi. Men bütün hamma ovozimni sistemni qoldi. PPT shaklda hamma video, ovoz hamma narsani saqlab qo'yganlik. Anadaki Ro'sha Abbosning kelsak, bu shu Uyg'ur harakati deb ochamnadi deb kichik da'voni nima qilgan ayni vaqtida shu Germaniyadagi bizniki Nadir Ahmadimizniki gapni o'chig'ini qilgan chog'da oilasini buzgan, anadaki axloqsiz qilmishlarni qilgan. Shuning uchun bizning da'vochilikka bunday siz chuprandi xotinlarga men og'zimni buzib gapirgandim. Anadaki to'xtamun niyozma aniq bir akamiz bor, shu Yaponiyadan qaytgan chog'da tutib olib, necha yil kesib etib Yaponiyaga keladigan chog'da hozirgi surgun dokument uning ichidagi Rabiya degan xotinga deyman. Ashumi bizning Yaponiyadagi shu Güliston degan adimizniki bir da'vochi bir adimizniki oilasini buzganda. Shuningga men yaqinda meningki o bir tanishimninki bir oilasiga bir narsa birsi ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Ularning paranglashgan, uningdan ko'rishgan, to'g'riliq hamma dalil isbotlarni xotini qo'lga tushirgandan keyin men qanjaqlab telefon qilibdi. Biz bir yurt qo'ygandan keyin shuning bilan men buni Mavo Gollandiyadagi Nigar degan hozir chiqib o'zinglar ko'ryapsizlar. Bunga dedim telefon qilib, Mavo banda ish, Mavo do'stingizga sizningki bunga gap qiling. Agar gap qilmasangiz men to'g'rida gap qilaman. Undan keyin boshqa uningki bu yerda bir qitim bo'lmagan ishlar bu. Tarixini so'rab chiqsak, maynachiligini so'rab chiqsak, o chog'da yaxshi bo'lmaydi deb men chiroyli gap qildim. Gap qilsam bu Nigar degan bu chiroyli gapni anglamay, telefonni yeb etib, boshqalardan boshqa temaga, ya'ni po'xni o'sroq bilan yo'gaymiz deb bir muncha uningki meningki Gollandiyadagi marhaba odam Abdushukur Kamlaniki oilasi ig'ir ahonatlar qilibdi va bolalarni sarang normal emas degan gap so'zlarni qilibdi. Men shu chaqning o'zida bilat og'antimda, og'inim bilan xato aynikin elib olibdim. Shuning bilan keyin yana bir ish gapni sabr o'tkazib, tunugun o'lishga qaytib keldim. Qaytib kelishdan oldida bu Nigar o'zininki Rotterdam sentrumda men bilan ko'rishadiganligini, shu qizlar orqali chiroyli ishni hal qilganligini, uningdan keyin marhaba odamdan kechirim so'raydiganligini dedi. Degandan keyin men o'g'il olgan keyin bu yer jidal topmayli. Bu o'zimizniki ilm yillardan beri bu yerda muajiratda jidallar bo'ldi. Bo'pti deb men birinchi odamdan so'radim, qanday qilsiz sen? Mayli ukam dedi. Unda bo'lsa Rotterdamda soat bugun 12 ga ko'rishib, chiroyli bir yer choy ichib o'tirib, bolalarimizni sizdan kechirim so'rsin, undan keyin to'g'ri chiqib so'rsin desam, tunugun o yerim tunugun kechida soat 6 yetladimi? Shu bir qiz telefon qilibdi. Telefon qilib, voy biz ko'rishib soat 5 da
baş yerimde o 12 deyişken tıqqo, nima deb o Xogoxonni ko'rsiz ekanmiz. Men Xogoxonni kirmayman. Men chiroyli baş tamoqni yeb qo'yib, biz turklarning oshxonasiga kirib tamoq yeb qaytib ketamiz. Men ish chiroyli hal oldi degandim. İsa manda dedi. Şunun bilan bu yerda akşam 20 Gollandiya jamoatiga mu emasdi, ammo bir 20-30 odamga telefon qilib buningki adresini topdim. Endi nurg'un qarindoshlar bu yerda debdi, bu saramti. Bunun kallisi cahide emas, bunun hayadanglar deb. Bunun hayadab bersak, şu Gollandiyada Abdurrahim Qeyniydan başlap, Ahmet Bidayning ayoli mening va hadam, uningdan sirt boshqa xonim qizlar uni buni deganda shunda sat haqorat til ahonatlarga ko'mbetibdi. Anadaki bugun Havdadagi Abdikim degan akamiz berib o'zining noroziligini ifodalab ketdi. Qarsam uni chiqarib yurgan o'xshaydi. Unda olsa keşke növbetke biz barımız. Ben adamni, iki balını ilip, akamla bilen biz barımız. Saqchi kelamdi, yana bir nim kelamdi, o ikinci mesele men uchunga undaq narsani o'ylab o'tamayman. Barimiz, mayadaki mavu ishninki jarayonini anglanglar. Ba'zilar menga dedi-da, bu ilaqa jidal bo'lib ketdi, xalq charchab ketdi, undaq qildi deb. Mesela ben 10 ming imzodan keyin yoki shu biz munofiqlar qurultiyining satchiligiga chiqqandan keyin men hech qanday bir odamni yoki birsini chiqib tillab qilmadim. Hidoyatulloh O'zxonni tillagan bo'lsam, u imzo bermaganligi uchun sen tashkilot tuturmada qilding dedim. Uningmi keyin navri singlislar buzuqchilik qilib abalni qaqshatganlar chiqdi. Zaten men bir tashkilotdagi to'g'ri yo'lda mangmagan insonlarning adabini berib keldim. Hech qachon xalq fuqarolarnikiga tegmadim. Bir tekkinim bo'lib qolsa, tashkilot yo'q bo'lsa, u Norvegiyadagi Zumrat tursin. Ya'ni umu Yahudlar jambisi qora kontlarni mening ota-onam tilligim uchun men bu qaytirib tilladim naq maydon qilib. Lekin men qora kont ichib, uni bir tillab undaq qilmadim. Yaqinda bir akont paydo bo'lib qolishadi, menga avatibdim, sizninkimi deb. Shuning bilan meningki undaq narsam yo'q. Agar bo'lsa, sot bo'lamdi yo soqchisi boribdi, naybis berib, anandagi ustimdan bir narsani qilib ispat bilan qilib anandikin onu tepib peshonamga chaplab qo'yibdi, to'g'ri chaplab qo'yibdi. O chaqda men qoyil. Unda yo'q narsaga men unda tekolarga tushmayman. Haq tillayotgansa qarakon dechib, balki mening yozish uslubimni yozgandi yoki qarsam Mirzatning uslubida Mirzatning videolarimi turibdi. Biz yerda bir jidalga chiqishmi yo tillashmi bizga ega chiqqandek ko'p. Shunday o'yonlar hozir jiqda, shu biz kirmaymanmi bu temaga jim turdim. Agar kimninki ashunda qarakot ichib tillagan u bu nasib bo'lsa, ama mesela meni degan bo'lsa, ya Shvetsiyada ichilgan bo'lsa, mening telefonimda ichilgan bo'lsa, mening kompyuterimda, mening Wi-Fi'imda, mening IP adreslarim bo'lsa, har vaqt men qanday vaqtda o sot olamda qanday narsaniki o'ylisdan chiqaman. Ben hozirgacha chiqib kelgan, hatto Xitoy konsulining ustidan qilgan tökmat sot soqchilarininki, hatto sot bosqichiga borolmagan. Buni o'ylisdan chiqib kelgan. Boshqa narsalarni o'ylisidan chiqaman. Xudo xolsa İnşallah. Meyada bir video vardı. Bundan ben bir köz tutup koyayım. Dünyanın yanınımda da Matrix alem bu illüzyon filmi işte insan. Ben demiş ki hakikaten çünkü ilimsiz ilimsin. Emdilik bunu mağara adamsa işkili kızım bucunçam. Kıdagan nikahtırak ma uçluk goros olan kinim deydi onu. Ne mi? Tədbət yapılıb əbəy taqtıqlı xupamın döbə ucu bəsliyə xifrüdə ma kainat sırlan sözətqa adam ma çoğ qavatqallarımlarım üstüge çıxıvatqan var adam şunun əbəy solam ki məmni əbəy taqtıqan məndən bilməm ki Gıdan nikahlarına abdüşkürgen havadarik söylemek kim bilmeydi seni hem nanın kıpürgen poğuşçuluğunu içivetsen rəsava bitse toğluk şıkkının rəsava tarixini içivetmek xotunun vatırıp cimtoya xotunun onun kongo oynagan sen aramlık içitip kalmak xotunun özü meselesi organ menden bana bu şeycik kız şu xotunu ağırıp basını aşözü olap duruvağın Qandaldı ki, xotunun ağırıp bas olap, şun xotunun ağı çıray değişim olup ketken aramdan bolgan, xotunun zulüm kıldın sen. Adet görüp dursa oynayman dep turup, ağıqım oynap, aşı mescilikte bəhs orlalık ketken vecik kız bu xotun ne? Emdilik ki, bunu mağdavatamsa, işkili kızım bucunçam. Ayağının çırayım deyip yenişim olup bitidu. Mesut qap, mes meynep nersen kitap, adet görsün kılımam deyip, xalqның şəxsisini açıqmaydım deken, bana tegip kaldım. Bana tegip kaldım. Ufkam sındım, bana yakıp kaldım.
Yüz abroyum olmaydı. Xalqdagi Uyg'urlar yaxşanlanlar. Bütün Gollandiyadagi Uyg'urlar Abdüşükür salam bersin. Salamını cavab qaytarmaysizlar. Xalqdagi Abdüşükür şu. Merhabanınki eri. Özü gıdıqlap qaldı. Ben ismini çıqanmay, müşündaq ayallarım müştaq qılğanlar bayken dedim. İsmini çıqanmıgan, bana kep üsüp qaldım dedim ben. Hem onun arkibi 5 qol dep ayan qılan bütün ötmüşüm tarixim var amma ben açıqmay ve bana tigip qalma derslerim yaxşı anlap ilim bilen man 100 abroyunu tökmeymen degen. 100 abroyunu dünya tökülüp gelsin. Bunu kıyamet günü götüremeyse. Bir millet karar. Özünün özgürtmeyeceğim. Anlamalık için başına bas. Lekin qanday oldu? Hamda shaxsiy o'z adaletin ata-onani ekirib olgan sen o'zing baranmaganlik uchun boshqalar bo'lsa ularga hasad qilmaysan. U sening g'ururliging, da'voliging. Sen ata-onani ko'zi oldida choravasin, yana beraverdi vatanga. Chunki qara, sening ata-onangdan ular bir emas. O'zining ata-onasini voz kechib olgan, sening ata-onan kimdi? Sen kimdin? Ha? Millet davası tatma. Sana okşa siyasetçi, radikal, Araqdan başkanı içmeydiğen ayıp içiş bulmaydı. Demiş ki, şuna sen mi deyse bir-biringe mende ayıp aşmayımız, ayallarını erlergen kovlaydı, vatanını açtık erlerge berdiler ki biz eremez deyse özünü. Er emesliğini ispatlaşın gerek. 3 gram taşaklığını ispatlaşın gerek. Çünkü kızlarını onda akısaptan teşkil kılıp ani içitime, mani içitime diyen oğal olmaydı. Lata oldu karaka. Şununla işkiliyle birleşip gitti. Hem mücadden özün bir-birine dikkat kılsa. Psikikanın şeyse. Psikikanın şeyse. Ben halkının közünü içip attı, ben kuzgunu içip attı. Silagim bir amala yutub koyma. Muşun okşaş, torlar sizlerin rahatsız kılatkan. Bana, Gollandiyada yaşayatkan, Avrupa'da yaşayatkan bütün Uygurlar. Dövüldüğünlerin sistemisi kirip, aris kılışlar dedim ben sizlerine. Şimdi de Gollandiyada yeni kanun çıkıp koydu. Bu kanun parlamentlerde uygunluk oldu yani. Bu bakani nasıl? 1 milyon euro töylem cezası alarsa psikologun ucum kılan dep. Ağından onu bunu dep, eğrisep, tökmet kılan, bütün kanç xotun ağzının çıkargan bolsa, denak taraftan çıkıptı o bugün. Aş xotunların hemmisi jığılıp sotqıp çıkıdı ucadı. Kim arganmayma psikolog ucum kılan bolsa, aş arganmayma degenen hemmisi psikolog ucum kıldı, ayrımçılık kıldı, rasistlik kıldı, teröristlik kıldı dep. Solundu, bunun 1 milyon euro ceza töylem verildi. Bu işler Şivsiye hükümeti hiç gidiyor. Gollandiya hükümeti hiç ayrılışır. Birinci yolmuş. Bu işini bilirse. İkinci yol. Deli bir taraf kayıtınız. Cüngol bir taraf kayıtınız. Ay Cüngol. Elim yaxşı kamp içip dikense. Rahmet Cuma. Korkum yok. O kampların koşmaya kapkası var. O beni pul evetip vermem. Məxsus qolaydıgan qallaba Şinjanı dep berme. Qola baş pullarını, baylıqlarını çıqırıp, toxtuma kampaç, cankunlarını bütün yerlik, bunundaki radikalici kızlar olup qalsa, tutqunun tekkizime ekitip söylevet dedim. Toquz korunduqlar ottağız dedim. Dedim mi demedim? Şunun bu dünya muşunda oldu. Şu Xitay'ın köreşme. Sikim acaba, sen düşendin mi? Sen, ya otak resma paskini qancaq, Üzənginin balısını bakanmaysa, erim de qıvatıdı, mən balı teymanga kirmey, Dildar degen resva jalap apan, jet qitim əgi tekken, Golculuqni gorozlab ketsə, Golculuqni tilgin alağa səviyerim, dadan Golculuqtığa, ürümçilik jalap apanını sikip taşıyıttığa, amaptığa, nəngizke, 2009-2012 Suriye'ye berip, dini ügünüp, apan degen paskini resva, sığının degen qancıq, yatmağan, adımı qanmay, Türkiye'de uyguranmay, kortaptığı, Xalqninkini içki içsep, seninkini açamaya dep, sen köygenmedi, sana telefon qıt degenmedi. Bu sana telefon qıt deydiğe ayının işi mi bu? Nang sikke qancıq. Akang bana tünögünü ya telefon qıt almaysan bu yama şırtın, gökrep git barattın bu. 1 milyon dekilse psixolog kriminal. Gollandiya için indeydi, psixolog dert deydi, çendin mi? Psixolog hücum qilish deydi. Men degan bo'lsam, teşkilatçı şermendi buzuq resva xayim münafıqlığını dedim sen mayada 4 balası üzerinin bir balanı bakanma sarangı köçüge çıkıp bakan yok. Sen mayada 4 balasını bir qiyip atanız türmüde lagırda axutun işkisininki sen nemelerinde vatsa ananız ki.
Bugün ablikim ettigen olsa ben keşkurum barma müdürlemey otta uyanın aldı ananı siske. Kancok düşündün mü? Sana bozak oluduğuna yani bir yerlik yok. Meynat ananı siske kancok. Evet, ündidarda kançılık sözlep Suriye adamlarını sağızı ettin. Kançılık adamlarını tutkuzu ettin. Vatanda tabliq sözlep ündidarda pelip etiş baskına. He? Apang degan kancok meynatçalap kanda bakıda tul. İşte podakçalap. Kanda bakıda özün Türkiye'de cinini koңul setip bekvatamdı yoki Xitayga mal sepip qo'yatamdi. Bu yaqinda apangning sodalari Xitayga mal solgan sodalar bek ichilib ketdi anglasam. Pasishib o'ynayapsan-da apang bilan. Lager ichilsin. Uyg'urlar radikal debsan nima anangni siskay? Va sening Gollandiya hukumati nima deb qonun chiqardi bilamsan? Buchu qarindoshlar yog'an saram menga necha qitim telefon ochgan. Bir kuni uxlasam telefon qilib Baxtiyor Nasrning nasrini avatib bering andaq deb. Voy uning ish tugdi, ko'ta qasqiningni menga juga. O to'g'ri gaqima bo'ldi desam o'zidan o'zi telefon qilib, voy men Baxtiyor Nasrni andaq qilma deb ota-onangizning rasmini olib bering, uni qilib bering, buni qilib bering deb tashlab bersam, u meni berib tugitib bo'ldimi Baxtiyor Nasr bilan gapning jini. Bodim chiqmadi, ketdim tugidi. Shuni bu ko'lab chiqib o'zichilik o'zini tonildirma deb ya akang urib hammasini vat vergan chiqirib atgan mayig'ini oyog'ida qurultay mayig'iga bansho'rin qammadi jaloplaringdan tortib. Sen ma hujum qilayotgan Gollandiyaga ma puhrali. Ma ikkisining farqi bor, sen men 1 million to'lam tursa, kakamni bir to'ltib baqa anangizga rasvo qanjo. Eli uyanga borgancha chiqyapman odamlardan bolalardan kechirim so'raysa, to'g'ri chiq. Sharmanda rasvo qilib aytman anangizga. O oblikimni videoga olamsa, men to'g'ri chaplamsa, tillamsa, meni ota-onamni bir nima demsa, adamni bir nima demsa, nimalam desang, sana kirishgan. WhatsApp toplarda apangning singlingning rasmlarini tep choplab, amalva shu pul o'zimni xashlab Turkiyada patriotiman apang degan qanjuqni. Sendek jalab tarbiya beramagan anangizga. O'zingdan o'zing menga telefon qilib qo'yib, "Hima ashta qo'yamsan bo'lmaydi. Men yog'an sarang bo'lmasam bo'lmaydi." Anangizga bir patman qazing ekan Gollandiyaga. Sen bu saranglik qilib, Uyg'urlarni tilab, palanpatishlik qilib, ambulansslar jiddiy qutqizishlarni chaqirib, bu qarzlardan, bu problemadan qutulma deb o'ylayotamsa, ya tildan yeyishni bilmaysan, anangizga bir ham ishlamaydi ekansan, yotadi ekansan. Hukumatdan kesib qo'ygan 80 yevro ekan sana. 80 yevroning tilamchiligini qilib yuradi ekansan, mehnat baskina. Biron bir tonishatdiq, mana bu yuzi bor deb chiroyli sana yuz berib, men to'g'rida men hal qilishchilikda seni men Rotterdamga bugun 12 yil kelibsan. Kechirim so'rab chiroyli quvonib qisayli deganda sen to'g'rining haqida chiroyli ishni hal qilayli degan chog'da qimding. Ya sen kimga ham besvatsan? Ha? Sen nima deb haqni uyini buzdiganlar ham bo'lsa, isboting bormi deb ketibsan. 4 shohid bormi? Unda seninki 4 shohid bormi? Javobni olsa. Nangizga. Sening bir alqut o'g'lingni birini dabtiqmi biz? Anvarning yuzi olib qoldi, bo'lmagan bo'lsa, uning seni balang bilan chaplab turib vat verganini chiqarib ketdim. Bir ömür balağının peşanesinden ketmeydiğen kılıp. Va to'xtab deb akşam Anvarda aldım adresini. Tushundingmi? Eringdan elib, men aningdekim nim qildim. U qaqshab ketdi uningmi. Bo'ldi balağını aytirmayman dedim. O'sha mashinada to'g'ri chiqib, kulishlarni etib, derizlardan qisam, men sening ismingni chiqib, mana Abshukirkamning ismini chiqirsa, xotinnikin chiqirsa, bolalarni birini debsa, sening isbotingmi? Bugun saqchi kelsin. Senmi chaqirib, bizmi chaqiramiz? Aşağıda aşını saxçı hal qilsin. Lekin biz saxçıqanı berib arz qilmaymiz. Biz uyangni oldida turib qilamiz. Men ishimni yana azroq tuytola, Zumratga qanjoqning o'g'ilning adresini topdim. Uning aşağı berib ashunda jidan Ershaddan qilmayman. Ershadpamiz uzamba boshqa odam bor. Ayta to'g'rida haqni qara ko't etib, tillab, chiqib elib, uni buni qilib sen tillasang qara, tashkilotchini tilla, haq haraq ichamdi. Nimish qilsa o'zining puliga ilib ishdi, sening puling ishdimi? Menmi shu? Yoki biz tashkilot ichib millatni qiynashdiqmi, rasvo paskina? Gaqlamay deb qaldingmi anangizga? Qiz bo'lsanglar gaqlamaydigan yo'q. Bu o'zingcha o'ylama, ham xiyol o'ylama. Gollandiyada yoki Yevropada ayollarning huquq barobar yuqori. Men nimalam desam bo'ladi, bular kelanmaydi, biz nima qilanmaydi dema javobni olsa sendek qanjoq deganninki pexingni osmonga chiqirib etma tushundingmi? Sizga javob beramaydigan tilingdan ketgan atichayni javob beramaydigan narsaga javob berma. Qilma gapni sen ko'rganmisan? Eli baridi qizlari, ayoli chiroy benchingmika, sarangmika, o'ngmika ashtarib ko'rsa.
Sendek baskın yerinin körünün kök suret gittim ben sana. Golculuk, goruzlar, golculuk tilingga amma. İkinci kıçımlık Cumhuriyet Alihan Tövrimiz adımız golculuk nahiyelerden başlap bütün vilayet, oblast, Canub, Şimalını birleştirip ikinci Cumhuriyetni oradan medal pul sen düşenmeysen Congo dep otağan boğan iken senin o bizdeki medeniyet, o tazlık, o sen yidenmeysen düşendin mi? Sen hayatın apang degan tegi at üstün çıkan, örümceği çıkan şermende resvanı şu olacak adam şermende sanmışa kisel oğaşka koyup etip işte Türkiye'de, üyede, bir yerde jüride vay bina sonlarından kurt mafyalarım var, Türk mafyalarım 4 bilen 5'ten arlık uyanını aldık bulma. Mafyalarını çakıramsa, sakçanını çakıramsa, soğutuğunu çakıramsa, kimni çakırsan çakır. Abli kim ketipti o? Ben ketmeyim. Ben ketmeyim, ma davanı ben soğurayım bir şeyde. Menin adam. Ben ne kancıklığa, ne resvalığa ilgi çıktım. Özümden hadisi kelgen çok çatırkımga beşim tıkıp otamayım. Ma dünyada adalet degan narsa var, bana bilip kalsan. Erkektim kelgen çağda çıraylık çakırıp, görüşüp, manda bir dostkemiz o desek, boptu, bunun balısını hükümet tatı boptu, yaki manda kıptı. Bunun dağdı vaka dep, yakımay pasa. Neme dep mazlumlarga kirse, sen köygen bittin, sen açta telefon kılan adam mı? Resva şevende, revende paskına. Vattehe ma vattehe emdi anlaşamatsın birinci kademge emdi desidin. Uxluq uykusuz koyup etime. WhatsApp topla dadangning, opangning, singlingning, sening o tarqımaydı. Ay içdiğe yerini ko'layman. Davamlıq ko'layman. Agar sal yanına açarlık qilsan, el qutu ulug'ini söylep kirme. Top adıtlayman. Facebook adresini köndütlayman. 1 milyon davanı bana iç baka. Sen danqaqtiki o mehrigüllerge o bunu qılmay. Manaça benden ip baka 1 milyonu. Mandan o içke deyme. Haq aydisi olamdı, paydisi olamdı. Bizim neme işimiz var o işler bile. Neme dep bu ayını onun söylep ekirse. Sana çıraylık yakıp tövbe tengi vaqallarını qılma onda dep. Xatama. Siyasi panalıqını dilep bayraqını götürüp. Kayını dük jigres toğurma şu. Sana çıraylık yakıp tövbe adamda appaq sınlım olmaq sınlım dep. Nangis yaravandi. 4 bilen 5 bilen aralığında sakçanı çakırsamsa, advokattan çakırsamsa, ikisinin ıske mafyadan çakıramsa, Türk abilerini çakıramsa, kimni çakarsan çakır. Ben erkek ben. Ben erkek, ben atanısı iyi çıkan, ağaçları iyi çıkan, ben teşhide zulüm çekken hanım kızlar iyi çıkan. Erkek ben, düşündün mü? Bizden ona yenimiz gelsen erli horor pırap durdu, güp. Sen onda pırap, hayatını pıramaysan, eşekten pırağını pırap, çoşuk otun pıraysan sen. Uyun kırsın, meynetçilik, junda başlanan ekitip çıkıp. Sen oyun oynap, o qarizlarından da qutulup gitme. Sen sarang emas, ben telefonda avaz qilib qo'ygan. Tushundingmi? Sen sarang emas, sen bir saq inson. O'zingdan degan gaplar bor. Bugun saqchi keladi, saqchining oldida hammani deyishimiz. Seninki hamda men bilan tampan qiladigan suhbat o'tkazgan vaqting 12dan keyin o'tib ketdi. Hamda mening deganim hisob. Men sana biza vaqt bergandim. Ama o'tganda bir xonim bilan ismini chiqamaydi hamda. Qisam voy jidalga aralashma. Millat charchab ketdi. Ey senimi jidal bo'lgan chaqda, senimi tillaganda, senimi haqlar toziq satak gaplar bilan tillagan chaqda biz aralashgan. Biz tashkilotning odami esan, shu chaqda biz shunga aralashgan. Uningki men qo'pib sen isbot chiqar. Isbotini chiqar, o bu dep men kakirma, tushundingmi? Ben bazı bir akılarımızdan şundan yaxşı hürmetini qildim. Senin yüzünde çupur tükünün balığını köydüm. Tushundingmi? Eng yaxşisi shu o'ttaga yeringda burun munosabat bilan yaxshi seni qarg'i tiqib yo'lingga sap qo'ydim, oshib ketibdi. Seningmi qayerdan midir qilayotganingni ko'rdik. Vicdaning bo'lsa, o'zingning ishini bitirib ham qilmaysa, "Achanka yaxshi qilibsa, manda deysa." Senin çoğun çarma cidalının işi mi bu? Bu şarap numusların işi bu. Bu Türk, Çeçen, Kafkas milletlerinin işte kıpasına kancıklarının ki. Özangının ki müşahir ki çataldı müşahir tıllavastan hanım kızlarının ki atarının tıllavası onu bunu tıllavası. Bunun şarap hükümeti bunun nimesi çıkanmaysa kanda şark Türkistan'da kanım müstakil kılsa. Yağan bu senin kılavat işlerinin hemmesi. Oyun koyma, ertügün halkarada reslivalışma, mavut aldamçılıkninki bu bermedin kelgan işler, bu lagırның işler alakası yok. Dep ben sana çıraylık yapını kısam man kopup, sana ispatını çıkanda mında.
Sana kim o ispat çıkıp bergan? Sen mening deganlarimdan biz yolg'on chiqib qotamda. Sen uchun ayni vaqtda biz nimalarni qilmadik? Boshqalar foydib ketmasin o'tirliqda. Mecha to'xtab qolay. Buningdan keyin menda xotiningni tildigan bo'lsa, balangni tildigan bo'lsa, ba oldiga qo'rqma, nimani qo'rqaysa? Va aroq ichgan bo'lsang, haq bilan yotgan bo'lsang, nim bo'pti? Haq film ishlab to'g'rilar qo'yib bo'lsa, qilishdan burun nomus qilmaysa, haq chiqib deysan, nomus qilamsa? Va ichida desa, chichima deysa, tiqida desa, tiqima deysa, qada qilma deysa, qo'rqib ketgidek yo'q. Oshda Xitoy ojizligini tutilib, mushunda tushpirandlarni selib, saqaqni bo'zaq qilib o'ynaydi. Qulma va qayshang bir beshingni tik ko'tirishni bilmamsa. Yo'lishimi keldi ana boshqa davlat ashqacha tashadan yugurib keldi. Bizmi keldik, qarab turmaymiz bu ishqa. Bunda sapkaplarga. O Ershadni o'tatqanligi 3 oy so'lab qo'ydi. Bizni so'lab qo'ysa 3 oy so'lab qo'ysin. O bir xizmatdan arilib ketadigan, yana bizimdan bo'lib ketsa biz qo'rqib ketmaymiz. Chiqqan ekan shu normal o'zimiz ishlab kelib qilayveramiz. Qanday yashamsa shunday yashayveramiz. Bu Yevropaning qonuni lat qilib qo'ydimi qaysingni? Va Ablekim Xavdariki akakka, Uğavalika bodiy shu. Maşallah, ajında bo'lish kerak. Ajında bo'lish kerak, o'zining sharafini, o'zining nimasini qo'dash kerak, chatroqqa beshin tiqib o'tamay. Bo'pti, qarindoshlar, qag'inni men endi o'zimning Facebook'da ham gapni qilib qo'ydim. Qag'inni men o'zimniki ochmayman, akamnikida kechdi. 4 bilan 5 dan o'tirsiz biz berib, naq maydon qilib qilamiz. Asaqchi kelsin, advokat kelam nima kelsin, isbotlar olsa men tashirsin, lekin menga javobini berdi. Normal qizlar atugün to'yolmamdi. Normal bir ana 4 balani bekib uyda o'tdim. Bu merhaba des Gollandiyadan hammadan bildi yo'vash. Xudoyimning mo'min bandasi bu yo'gash ko'rib qopti-da. Unda yo'q. Xitoy oyoqda qiling, zulmni tixi. Uyg'urga Xitoy qilyapti, appani birini biz qilyapti Uyg'urga. Shu Uyg'ur kim qilyapti, sen qilyapsan. Biz tildisa xoin, munofiq, zaytbanni shu ishgan jalobni Nurbiyadek, Rabiyadek, Gulistadimizning uyini buzgan, Ro'shandek Nadiradimizning uyini buzgan, Rasva Qanjuqlining adibin bayroq tashkilotlarini chekirib olib turib, Uyg'urning ishini qilib turib, Uyg'urning beshiga ko'k bayroqni yo'gab qo'yib turib, Uyg'urni bo'zaq qilgan, Uyg'urning oilasini buzgan, Uyg'urning da'vosini satgan, Uyg'urni indigenes qilgan, Yahudidan pul elib, millatni setib yo'qotgan, Enedining pulini mandar asvalini tilib biz tildisak 1 milyon so'tatchi metr Shvetsiyaga bor. Apaning birimizni achib berib. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa qog'inni keyin gaplashamiz. Xudoyim omonat etsin.